Qani buzamiz. Ana jitilar men oxirini kavlab oldim. Xo'sh. Yo uzr qishloqni kechirasan. Ha mayli. Xo'sh. Mana bo'ldi. Oz ko'ramizda nima borligini. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Sam. Xullas do'stlar, bugun biz vaqt kapsulasini ochdik. Bu 13-qishloqqa 100 yil avval bitta kapsula joylangan. To'g'rirog'i sandiqda nimalar bo'lishi kerak, tarixiy nimalar bo'lishi kerak. O'shalarni hozir ochib ko'ramiz. Kim biz ham o'zimizni kapsulamizni qo'yamiz deyapti. Jitilar o'shani muhokama qilishyapti. Hop, bu yerda nima borligini ko'raylikchi, qani. Jitilar oldindan kelishib olaylik. Men birinchi videoga olaman ko'rib, keyin sizlar ko'raverasizlar, xo'pmi? Video uchun bo'lsa, mayli. Yaxshi. Mana hammasini bitta olamiz. Yaxshi. Nimadir. O'zingizlar mana qaranglarchi, mana bunaqa kiyimlar o'zimizda ham bo'lar edi. Lekin men nimadan yasashni bilmayman. Bu Ruby. Qaranglar, bu jitilar, Rubyni qaranglar. Buni Minecraftdan o'chirib tashlashgan edi. Redstone bilan bir xil bo'lib qolgan ekan. Ha, juda chiroyli, ha. Mana qaranglar, keyin bu yerda Gemstone bor ekan. Keyin bu yerda Gold plate bor ekan. Xo'sh, yana nima? Hozir yana nima bor ekan ko'rayman. Ha, mana. Mana qaranglar, keyin bu yerda uzr jitilar. Nima qilgaring? Mayli, jitil. Xo'p, mana sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Mana suvi shunaqa ekan mana. Mana, xullas shunaqa tushunganlar. Hop, mana sizlarga ko'raveringlar. Men hammasini ko'rib bo'ldim. Xo'sh, bu yerda qandaydir shlem bor ekan oltindan. Xo'sh, bularni barini joylab qo'yamiz. Keyin bu yerda qandaydir kitob bor ekan. Merlin Markus nomi bilan Herobrine jitil qaytsin? Yo'q, xudoyim. Bu avvalgi jitillar nimagadir sonchigan shekilli. Mayli. Mana jitillar ko'raveringlar. Xo'sh. Yo'q, xudoy. Yana bir marta yomg'ir boshlandimi? Yo'q, xudoy. Bundan oldin ham yog'uvdi jitil. Ha. Lekin bugun yomg'ir yoqish kerak emasdi. Yoqish kerak emasdi. Mayli, telefonga qaraychi, uyga kirib. Mayli, jitillar, sizlar ham nima qilinglar, buni ko'rib olinglar, ertalab yopamiz. Hopmi bo'pti, xayr bo'ling. Nimaga uxlayapman? Voh, hayotim yotdi. Xo'sh, bugun do'stlar men daraxt chopishga borishim kerak edi. Kechagina tosh nima qilgandim, olib kelgandim, shaxtadan qaytgandim. Xo'sh, endi daraxt chopishga boramiz. Ertarimda ekan. Xo'sh, ketdik, endi daraxt chopamiz. Ana kapsulani yopish shekilli. Mayli, nima qo'yishganini menga ham aytishgan edi. Yo'q, salom jitilar. Ular nimaga qarab turishibdi? Xudo. Mayli, men qaysi daraxtni chopsam ekan? Oqnima qorasini. Mayli, ahamiyati yo'q. Mayli. Chopamiz. Yaxshi. Nima? Herobrine, qochdik, Herobrine. Qoch. Dostlarım, Herobrine jetmadi. Menga ko'rindimi? Mayli. Ko'rinmadi, men rostdan ham turgan. Jetlar qochinglar, Herobrine turibdi. Hoy, sen o'zingni bos. Herobrine Minecraftda yo'q. Men ham shunday deb o'ylagandim. Ana u yerda turibdi, daraxtni oldida. Men daraxt chopib ketgandim. Yo'q. Mayli, senga kelib videoni ko'rsataman. Mana piksel. Yo'q, xudoyim, bu rostaga qochinglar. Qoch. Yo'q, bo'pti, jitilar, men narsalarni yig'ishtirib qishloqdan ketaman. Yo'q, xudo. Ketdik, tezroq. Xo'sh, mana. Sandiqdan narsalarim, xo'sh, toshlarni ko'pini ololmayman. Kiyimlarni ham ololmayman. Notebookimni olish kerak. Mana.
Notebookimni olib, bo'lib ketdik bu yerdan. Xo'sh, mashina mana. Jetinglar o'zlaringiz yetib olasiz. Mayli, mashina ham kerak emas. Ketdik. Men shaharga ketaman, o'zlaringiz yetib olarsiz. Xo'sh, Minecraft shaharga xo'sh. Yuma. Ketdik qani. Nima? Bu jetingmi? Yo'q. Hurabri. Mayli, yaramas. Seni qo'rqmayman. Mana senga yaramas. Vahshiy. Do'stlar, men Xirabrini o'ldirdim. Rostmidi, Xirabrini o'ldirdimmi? Do'stlar, yerdagilar ham yo'qoldi. Yo'q. Nahotki men Xirabrini o'ldira oldim. Yo'q, mayli. Qishloqlarga borib tezroq aytish kerak. Ketishmasin. Xo'sh, Xirabrini o'ldirdik. Ketdik. Xirabrini jitili to'g'ri. Ketdik. Jitili. Yo'q. Yetishili shart emas, Xirabrini o'ldirdim. Yo'q. Pixel va Topovskiy, men anaqani o'ldirdim, Xirabrini o'ldirdikmi? Qohir. Ha. Yo'q, men o'zim ham ishonmayotgandim. Menga qarang, buyuk qishloqdan kelishlaringiz shart emas. Ketmanglar. Biz birga bo'lamiz, har doim birga bo'lamiz. Men sizlarni himoya qilaman. Bo'ldi. Axir bu yaxshi-ku, Xirabrini o'ldirgan bo'lsak. Biz xursandmiz, rahmat, sen bizni qutqaribsan. Arzimaydi. Jitili Xirabrini o'lgani yaxshi bo'ldi. Men ertaga hammasini nima bo'lganini sizlarga aytib beraman. Bo'lmasa hamma o'z uyiga. Bo'pti, qolganlarni ham ogohlantiringlar. Xirabrini o'ldi.